Yengil so'rayotgan akalarimiz uchun O'zbekistonda yo'l variantlarini olib kelganmiz. Force Kobili variantlari kelgan. Ranglarga ahamiyat beringlar. Hozir originalda topda turgan modellar, Superstar yangichalarini ko'rsanglar ham bo'ladi. Juda ham zo'r chiqqan 270 yangicha variantlari kelgan. Hammasini ranglar bilan olib kelganmiz. Mana bu Nike'larga ahamiyat beringlar. Hammasi setishning yozgi bahorgi variant bo'ladi. Mana bu Nike'larni ham ko'ringlar. Oyog'ingizda vashington ham beshlik turadi. Chat yo'l variantlardan. Ko'pchilik so'ragan Flicknit variantimizni olib keldik. Bigoy krossovka so'rayotgan akalarimiz uchun Alpha Fly 3 modeli keldi. Ko'rsanglar bo'ladi. Originalda topda turgan ranglarni olib kelganmiz. Alpha Fly 2 modelini ham olib kelganmiz. Bu 3 ta rangi ham topda turibdi originalda. New Balance Bigoy variantlarini ham olib qo'yganmiz. Ranglarga ahamiyat beringlar. Juda ham zo'r chiqqan. New Balance 2010 modeli keldi. Juda ham zo'r chiqqan. Originalda juda ham mashhur model. Mana bu ranglarga ahamiyat beringlar. Mana bu temirchasini olib tashlasangiz ham bo'ladi. Under variantlarimiz kelgan. Bu ixchamroq varianti. Mana bu varianti juda ham zo'r sotilyapti originalda. Ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r chiqqan. Adidas mana bu modeli ham juda ham yumshoq, komfort bo'ladi. Mana bu modelga ahamiyat beringlar. Setkalar ochuv setka bo'ladi. Buni ham ranglarini olib kelganmiz. Juda ham yumshoq, kiyganingizda hech kimga kelmay qoladi. Mana bu variantini ham ko'ringlar. Ichi ko'rinadigan variant bo'ladi. Juda ham zo'r chiqqan. Ranglarini ham ko'ringlar. Oyoqlarda yonib turadigan variant. Ancloudda ham mana bu variantini ko'ringlar. Setkasini ko'ringlar. Ochuv setka bo'ladi. Hammasini ranglari bilan olib kelganmiz. A6 mana bu yangicha variantlari kelgan. Hali O'zbekistonda yo'q variantlari, 3 xil rangi bor. Mana bu modelga ahamiyat beringlar. Juda ham zo'r chiqqan. Bularning hammasini отдельный video rasmlarini Telegram kanalimizga joylaymiz. Shu yerdan bemalol ko'rib kelib olib kelsanglar, internetdan zakaz qilib dastavkani qilib beramiz. Hammalarni kutamiz.